to'yimga yetdi-ku qoladi aka. Oxiri qamoq boshqa iloji yo'q. Hamma qilmishi uchun javob beradi. Jinoyat qidiruv bo'lim xodimlari tomonidan tezkor tadbir davom ettirildi. Gumonlanuvchilar bilan o'tkazilgan surishtiruvlar davomida ularning yashash manzilida ham giyohvandlik vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xonadon ham xolislar bilan ko'zdan kechirilganda gumonlanuvchilar katta miqdordagi turli xildagi giyohvandlik vositalarini saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. O'zingiz tasvirlardan ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu qadoqlangan giyohvandlik vositalari, bu yerda mana sintetik giyohvandlik vositalarini ham ko'rishingiz mumkin. Gumonlanuvchilar mana bunday amberlar, qaychi va izolentalar yordamida giyohvandlik vositalarini qadoqlashgan va zakladka usulida turli joylarga tarqatib chiqishgan. Mana bu qadoqda ham bitta qadog'iga giyohvandlik vositalarini joylashtirish mumkin. Qilgan ishlarimizdan pushaymonmiz. Bunaqa ishlarni takrorlamasliklarini so'rab qolardim. Oxiri qamoq jazosi. Mana shu oy 18-iyulda to'yim bo'lish kerak edi. Unashtirilganman. Hayot tugadi men uchun. To'yimga yetdi-ku qoladi aka. Oxiri qamoq boshqa iloji yo'q. Hamma qilmishi uchun javob beradi. O'tkazilgan tezkor tadbirda 1 kilogramm 200 gramm geroin va 100 gramm mefedron giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A va B bandlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoiy ish doirasida gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan.